Assalomu alaykum, G'ijduvon Chorva kanalimizning obunachilari. Mana bugun sanamiz 10-iyun 2025-yil. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Namatgaron qishlog'ida Qo'shbek ukamizni xonadonlariga turibmiz. Assalomu alaykum. Qo'shbek yaxshimisiz? Sizlar bilan salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarmi? Ana Mana bugun mollarimiz keldi. 4 ta mollar bor ekan. Ana g'unojin. Ko'ring, ana toza zotlari. Chorni piyostra. Ana ko'ringlar. Aka buni buyi 133. 133 ekan. Ana. Ha. Mana bularni ham ko'rsatib o'ting. Turboshdan keyin ma'lumot berib o'tamiz ana. Mana musofirdagi akalarimizga ana bemalol ko'rib nima qilsalar bo'ladi. Sut yo'nalishiga ana sigir qilaman deganlarga ham zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Bunisini bu yoqqa haydaymiz qani. Mana bunisini ham ko'rsating akajon. Mana bu yoqdan o'tib. Shonni piyosa. Tish buzmagan g'unojin olib ekanlar. G'unojin ha. Mana bular Ha, unisi akajon kalshoq, bu endi ana zot toza ekan, lekin cho'rni piyosda zot toza ekan. Ana lekin qitina badanchalar arab ekan, lekin mehnat qilish kerak, ozgina boqsa badalari zo'r bo'lib ketadi nasib bo'lsa. Xudodan chiqar. Mana bu yoqda ham bor ikkita semental gibrid. Ikimiz ham bor bitta. mana semental Gibrid. Chist emas u. Orqalari ham Gibrid. zo'r ekan, suyagi ham yirik. Orqalari kengish. Mana taklarni oling, mol qilishga ham zo'r akajon mana. Mol qilsalar ham zo'r bo'ladi. Qisir ha bu ham. Ha. Mana mayda sementalchamiz. Mana zo'r ekan bu ham. Yoshda bola Qo'shbek? Ha, yosh akajon. 1 yoshar bo'lmagan bu. 1 yoshar bo'lmagan. Ha. Endi narxlari bilan Bular narxini bu ikki odam o'xshaylik oldin cho'rni piyostradan ha. Bu ikkovimiz narxini aytdingchi. Akajon buni 21-22 demaymiz. 19 million bo'lsa ketdi bu. Mana dastavkasi bizning ichimizga. Ha, ikkovi bir joygachi. Bu aka endi ikkalasi bir joyga bo'lsa kelishamiz aka buni 16 bersinlar. Ha. 16 danmi ikkovi? 19 ga 16 o'tib beraman. Mayli 1 million skitkasi bu akajon. Ha, 1 million. Yana Buxoro dastavka ham ichi ha. Ha. Qayergacha dastavka qilib bilamiz nasib bo'lsa, Xorazm, Samarqand, Aka, bemalol ha. ha, Buxoro bo'ylab bepul. Yo'q, Xorazm uzoq joylarga kelishgan holda. Kelishgan holda ha. Böyle oxirini ayting buni. Bular ikkovi bir joyga. Aka nima deysizga endi? Aytavering, bemalol. Bo'longa 15 million bersinlar. Ha. Unga 17 million bersinlar ketdi oxiri. 17 million. Ha. Ikkovi 300 bo'lsa ketsinmi? Yo'q akajon. Qo'shbek. Men ham Ikkovi 300 aytmadim bo'lsa akajon. agar ana aloqaga chiqishadi, nasib bo'lsa akalarimiz ana Yo'q akajon. ikkovi 300 bo'lsa ketsinmi? 32 bo'lsa mana dastavka mana bo'ynimga aka. 32 bo'lsa bering shu 500 ming so'm mana ustaga 300 ming 500. Ya akajon men 300 305 yetdim. 300 million 500 ming so'm bo'lsa baraka qiling. Qo'shbek. Bo'l 500 yetdim aka 301 yarim bo'lsa ketdim mollar. 301,5. Bo'l 301 bo'lsa ketdimi? Barakami? Baraka. Dastavkasi bizdan bo'ynimizga. Nasib bo'lsa akalar ana ko'ringlar, lekin 301 bo'lsa sal mehnat qilish kerak, lekin jasadlari mana mollarni men bilan birga oling, mana aniq bo'ladi. Mana. 130 bu, 130 Jasadlik, bu. Yaxshi. kamera qarang. Mana. Ana endi sementalingizga kelsak, Bu akajon buni narxi qancha? buni aka 18 berasizlar. Qo'nchbek, bir gapda. Mana kanalimiz yangi, nasib bo'lsa siz bularni narxini kelishtirib ayting. Yo'q aka endi Kanalni aytmadim lekin. Kelishtirib bo'layotgan narxini ayting. Nasib bo'lsa sizda ham ishingiz yurishib ketsa, bizdan ham nasib bo'lsa. Bo'l 500 ming kam berasizlar, 17,5 berasizlar. 17,5. Ha. 16 million bo'lsa ketsinmi? Yo'q aka. Qo'shbek. Kam bo'ladi aka. Bu badani yaxshi ekan, ulardan ko'ra. Ha, bu yem yuribdi-da bu. Bu ham oli g'unojin ha, tish Aka buzmagan. tish buzmagan, Tish buzmagan ha. Mana. Tishini. Keling akajon. Qo'ying. Aka yoshi yetmagan onalar go'salar. Ha, tish buzmagan, zo'r. Ha, bularni ham ko'rsa. Oyoqlar ham qalin, sut yo'nalishga bilishga ham, boqishga ham mana zo'r. Nasib bo'lsa. Buni akajon 17,5 bersinlar.
16 bo'lsa ketsin Quvonchbek. Yo akajon kam bo'lmang. Bir gap. 17 million bo'lsa ketdi dastavkasi mana. 16 yarim dastavkasi ichida baraka. Yo akajon kam bo'ladi. Baraka deng. 16 yarim. Doniyor aka. Quvonchbek. Bo'lsin, nasib bo'lsa barakasini bersin. Aka Abi, mol ikkita ham kilosi bu ham bo'lma al qiladigan. Yo'q, ko'rdim. Badam zo'r, bellari ham bor. Bu ikkisi Badan yaxshi. qimmatli bo'lsa yaxshi mollar. Böyle akemay. 16 yarim bo'lsa Baraka. ketdi. Mana ketdi, nasib bo'lsa hurmatli muxlislar, ayollar ham qalin zo'r. Erta bir kun kelajagi sut yo'nalishi bu ishga ham ana Sutga ham aka, go'shtga ham, mo'lja qo'yishga. gibridda aka, gibriddan tushunsa sutga ham, arqalari ham keng. go'shtga ham har tomonlama. Bu mayda sementalchamiz-chi? Buni akajon nima deyin sizga? Mana ichiga yursiz shu mollar nech pul desa to'g'ri kelasizlar ana. Shu ko'rib yursizlar-ki. Muxlislarimga qolsa ana o'ngga bering ana. Akajon o'ngga bermaydi-da. Ha. Nimaga kam bo'ladi o'ngga? Ha, kam beradi akajon. Qancha kam, qay to'ldiriladi? Joy. Buni aka bo'lani aytaymi? Bo'ladi, kissaga kiradi, ayting tamom. 12 yarim bo'lsa ketdi akajon. Ana muxlislar sementalcham toza. Bir yoshar bermagan bu egasi 8 oylik bo'ldi. Sonlari ham to'g'richa kelishgan. Qo'ygan mollar bu aka unga. Tipi. Biz molchani o'zi aytib orqasi shu vaqtdan takini qarang buni. Ha, oldin Takin bir ko'sa taki bu aka. Mana. Mol qilaman desalar bemalol olib borib. Yaqingacha onasini em yurganda bu. Akajon 8 oylik bo'ldi egasi. Fermaxona mol. 12 yarim bo'lsa ketdi akajon. 11 bo'lsa ketsinmi? Quvonchbek. Akajon kam biladi ozgina. Kamini xudo to'ldiradi. Nasib Yo'q, bo'lsa yo'q, bering. yo'q. Ana musofirdagi akalarimiz uchun Aka bir gap bemalol aytaman. aka Olasizlar molni. Osillar. Musofirdagi aka-ukalar hojatdan 12 million bo'lsa ketdi. Mollarga ham 11 yarim. aytmadimmi? Yo'q aka. 11 yarim Doniyor aka. Quvonchbek. 11 yarim Quvonchbek ketsin. Nasib bo'lsa. Aka Baraka 12 deng, qilib nasib bersizlar. Quvonchbek to'ldirib beradi xudo nasib bo'lsa barakasini bersin, bosim barakasini. Ketdi hay shu. Ana akalarimiz ko'ringlar, molchalar hammasi ham zo'r. Ana 11 yarim. Ana bo'lsa ketdi, 16 yarim bo'lsa ketsin. Bu ikkovining ichiga